Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Bugungi qisqacha roligimiz inkubator orzu haqida. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubator universal inkubator bo'lib, 6 ta tuyaqush tuxumlari va 100 ta 110 tagacha uy tovuq tuxumlari, 200 tadan oshiq bedana tuxumlari sig'adigan inkubator. Ya'ni universal inkubator. Har qanday parranda tuxumlarini ochirishingiz mumkin. İnkubatorimizda o'rdak, g'oz, tuyaqush, bu shunday ishlanganki, tuyaqushni ham tuxumlarini ochirishga moslaganmiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, tuyaqushlarning tuxumini ochirish uchun mana shunday maxsus latoglar zakaz ostida, buyurtma ostida olib keltirilgan. Mana maxsus tuyaqushlar uchun bu, mana ko'ryapsizmi? Olinadi va qo'yiladi mana. Xo'p, endi bu inkubatorimizda mana shu latogni olib tashlab turib, mana bunisini qo'yib, tovuq tuxumi, bedana, g'oz tuxumlarini qopqog'ini yopib qo'y, ochirishingiz mumkin. Mana shu universal inkubatorimiz mana shunday blok upravleniyasi inkubatorda ishga tushiradi, latoglar aylantiradi va chiroq. Va mana shunday qo'lda namligini boshqarish richagiga ham qo'yib o'tilgan. Termoregulyatorimiz avaskoplik, o'ta aniqlik bilan ishlovchi termoregulyator. Bizda hamma termoregulyatorlarimiz hammasi sinovdan o'tgan, o'ta aniqlik bilan ishlovchi termoregulyatorlarni qo'yamiz. Mana shu inkubatorimiz ham mana shunday 1308 termoregulyator qo'yilgan. Bu sotildi, bu Surxondaryoga ertaga yoki ertadan keyin отправка qilamiz inshaalloh, shopirimiz kelishiga qarab. Bu inkubatorimiz mana shu universal tuyaqush, g'oz, o'rdak, bedana, tovuq tuxumlarini ochiraverasiz. Hammasiga moslab berganmiz aziz birodarlar. Eng asosiysi bu yerda inkubatorimizni mana shunday akkumulyatorga ham ishlatishingiz mumkin. Mana akkumulyatorda ulashim bilan akkumulyatorni elektr sig'imini ko'rsatyapti mana. 1208 volt akkumulyatorda zaryad bor. Mana o'chirdim, o'chdi, ko'rdingiz-a? Bu akkumulyatorda zaryadini ko'rsatib turadi aziz birodarlar. Mana. Hozir o'chiraman, mana o'chirdim. Akkumulyatorga o'tdi. Mana reski pasaydi volti, chunki bu akkumulyator kichkina va eski akkumulyator. Bizda sinovchi akkumulyator bo'lganligi uchun inkubatorlarda sinashga qo'yamiz xolos. Aslida esa avtomobil akkumulyatorlaridan foydalanishingizni iltimos qilib, tavsiya qilib qolaman. Akkumulyator avtomobildagi bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana yoqdim, o'zingiz ko'ryapsiz. Yana akkumulyatorda avtomatik o'zi uzib qo'yadi. Agar bir ortiqcha akkumulyatoringiz bo'lsa, inkubatsiya davomida, inkubatsiya jarayonida siz bemalol doimiy ravishda ulab qo'yishingiz mumkin. Yana qaytaraman, doimiy ravishda ulab qo'yaverasiz akkumulyatorni, mashinaning akkumulyatorini. Shart emas uni svet o'chganda uzib, svet yonganda uzib, svet o'chganda ulab qo'yish shart emas. Bu avtomatikasi bor o'zi. Avtomatikasi o'zi uzadi, o'zi ulaydi aziz birodarlar, e'tibor bering. Mana shunday universal inkubatorimiz Samarqand shahriga, Samarqandga Quyuddin degan akamizga jo'natyapmiz. Tuyaqushlari ham bor ekan. Bu akamiz bizga tuyaqush tuxumlarini ham berishdi va o'zlari ham shunday inkubatordan zakaz qilishdi. Hozir men sizlarga tuyaqushlar hozir sovutish jarayoni ketyapti. Mana xuddi o'shanday inkubator. Bu o'zimizga yasalgan. Buni ham mana hozir tuyaqush inkubatorida tuyaqush tuxumlarini sovutish jarayoni ketyapti. Bu ham universal inkubator. Xuddi o'shani sherigi desak ham bo'laveradi. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Mana bu yerda esa mana shu namlik va issiqlikni nazorat qiluvchi termoregulyator qo'yib o'tilgan inkubatorimiz. Mana shu inkubatorimizda hozir ichida tuxumlari bor. Termoregulyatorimiz ham sinovdan o'tyapti, ham jo'jalarni mana tuxumlarini qo'yib qo'yganmiz. Astrolog 2-kuni qo'yilgan, 2-iyunda. Buni ham videolar bundan oldingi videoda chiqqan va ochish jarayonlarini ham videosini albatta keyingi videolarda kuzatib boring, qo'yamiz. Mana shu astrologlar qancha oshdi shu inkubatorimizda. Lekin tuxumga ham bog'liq urug'lanishiga aziz birodarlar e'tibor bering. Mana hozir orzu inkubatorlarimiz sinov jarayonida. Bunisida esa tuyaqush, bunda esa mana kechirasizlar, mana tovuq, tuyaqush, bunisi o'rdak va g'ozlar uchun o'rdak va g'ozlar uchun inkubator yasab qo'yilgan. Mana maxsus. Chunki nimaga inkubatorda
mana bu g'oz tuxumi ko'ryapsiz mana g'oz tuxumi, mana o'rdek tuxumi. Bu o'rdek tuxumi oddiy tovuq tuxumiga o'xshagan mana. Farqini ko'ryapsizmi qanchalik? 2,5 barobar katta g'ozniki mana. G'oz tuxumlarini tikka qilib qo'yib bo'lmaydi. U nimanikini, mana tovuqlarnikini tikka qilib qo'ysangiz bo'laveradi mana. Tikka qilib, uchini pastga qilib qo'yganmiz, ko'ryapsiz. Mana qopqoqlarni yaxshi yopib qo'ydim. Tekshirib qo'yishgan qopqog'ini. Mana g'ozli tuxumlari esa yotqizib qo'yiladi, gorizontal holatda qo'yiladi, vertikal holatda qo'yilmaydi mana. E'tibor bering. Yotqizib qo'yamiz. Shuning uchun maxsus mana shunday rolik inkubatordan foydalanyapmiz. Bularda yotqizib qo'yganligi uchun. Mana hozir bu ham sovutish jarayoni ketyapti. Inkubatorni to'liq o'chirib qo'yganmiz va sovutishda davom etyapti. Sovutganda to'liq o'chiriladi inkubator. E'tibor bering. Endi bizning inkubatoriyamiz bilan yana bir bora muxlislarimizni, obunachilarimizni, mehmonlarimizni, shu kanalimiz mehmonlarini tanishtirib o'tamiz. Mana ekraningizda mingtalik inkubator suv bachoklari bilan 30 litrlik. Bunda hozir tuxumlar ochirishga tayyorlanyapti. Bunisi esa vыводной qilib qo'yganmiz. Soddaroq qilib tushuntirganda roddom bunda 18 kun turadi. 18 kundan keyin 19-kunlari bunga olinadi va bunda ochirib jo'jalar chiqarish davom etaveradi. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Bizda hozir konveyer ketyapti. Zavod ishlayapti desak ham bo'laveradi. Biz jo'ja chiqaramiz. Bozorga, zakazga jo'ja chiqaramiz to'xtovsiz darajada. Tuxumlar bosilaveradi mingtalikka. Ochirish payti bunga olinadi roddomga. Bu yerdan ochirib, ya'ni iste'molchiga ketaveradi, bozorga. Soddaroq qiladi. Mana hozir bu inkubatorimizda ochirish mana ko'ring. Mana jo'jalar ochyapti mana. Hozir ochirish davom etyapti mana. Hozirgina ochib chiqqan, bundan bir 3 soat oldin jo'jalarni olib qo'yganman. Hozir bu jo'jalar ho'l quriganicha yo'q. Mana ochib va yana ochyapti mana. E'tibor bering, hozir eshigini ham ochib ko'rsatib beraman. Yordamchilarimiz eshikni ochib berishadi. Mana ko'ring, tepasida o'rdek tuxumlari, bitta endi o'tga qolgan ekan va bitta o'rdek qolibdi. Bu ochmabdi hali mana. E'tibor bering. Jo'jalar hozir mana bularni ho'l mana. Bu ham ten asosida ishlaydigan inkubator. Jo'jalar ochib chiqdi. Mana po'choqlari bilan turibdi va ochishda davom etyapti mana. E'tibor bering. Mana bular hali chaqilmabdi. Bugun 20-kun, ertaga 21-kunda ham kutamiz. Va ochganicha 21-kuni kechqurun inkubatorda olib tashlaymiz tuxumlarni. Bugun mana 21-kunda ham syomkasini qo'yishga qaror qildik. Mana 21-kun bugun mana. 21-kun hozir mana shu vыводной inkubatorimizdagi, roddom inkubatorimizdagi jo'jalarni ko'ramiz ichidan ochgan mana. Kecha ochgan pashtabatda ko'pi kecha ochgan, kecha qolgan mana. Qolgan hammasi ochib chiqibdi, 5 dona mana. 5 mana 6-si chiqyapti. Mana jo'jalar kecha ochganlari mana qurib juda ham ajoyib chiroyli sog'lom holatda turibdi. Bularni endi bruderga olsangiz bo'laveradi bemalol. Shuning uchun aytamanki, qaytarib ko'p mijozlarimizga aslo bruderdagi inkubatorda ochib chiqqanini olishga shoshilmang. Ichida bir sutka, bir kun qolib ketsa hech nima qilmaydi. Az birodarlar, shunga e'tibor berishingizni iltimos qilib qolamiz azizlar. Mana sizga inkubatsion xonamiz. Mana bunisi esa bruderlarimiz. E'tibor bering, qizil lampadan foydalanamiz bruderda, ultrafioletli qizil va ichidagi chirog'i ham qizil chiroqdan qo'yilgan aziz birodarlar. Mana ko'ryapsizmi? Qizil rangda chiroq qo'yilgan bruderga. Bu qizil o'chganda qop-qorong'i bo'lib qolmaydi, qizarib turadi. Mana hozir lampasini yoqdim, mana yonda, hozir o'chig'ida havosi. Mana qizil lampani o'chirdim mana. Ko'ryapsizmi mana? Lampani o'chirsam, mana hozir lampani o'chiraman, mana. Mana qop-qorong'i bo'lib qoladi mana. Hozir xona yorug'lik. Mana qizil lampani doim yoqib qo'yaman. Mana. E'tibor. Bunisida esa boshqacha bruderlar isitish uchun yangisini sinayapmiz. Buni ham sotuvga chiqaramiz.
juda ham qulay ekan bu. Bu yerda ham astrolab va dakang jo'jalari. Bunisi g'oz, mana g'oz jo'jasi. O'zimizda chiqqan o'rdak jo'jalari va tovuq jo'jalari aralash bor. Potrебительga, ya'ni iste'molchiga ketadi bu. O'sha sotib oluvchiga demoqchiman. Mana shunaqangi bruderlardan foydalanishingizni iltimos qilamiz yangi jo'jalar uchun. Ko'ryapsiz, mana qizil ultrafioletli lampalar bizda sotuvda bor bular. Bulardan foydalanasiz. O'zi termoregulyatori bilan komplekt qilib beramiz, qizil chiroqlari bilan. Mana bunaqangi. Misol termoregulyator mana o'chganda ham qizil chiroq o'chmaydi. Bularda раздражение bo'lmaydi. E'tibor bering. Mana shunisiga juda ham e'tibor berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Mana bu esa mana sovutilayotgan tuxumlar. Bularni hozir qisqagina avostop ko'ramiz svet uchun. Xo'p, sovutish jarayonida siz nima qilishingiz mumkin? Mana bular endi urug'langan tuxumlar, mana воздушный kamera уже ajragan. Telefonni nimasida ham fonaridan foydalansangiz bo'laveradi bemalol. Juda ham qulay. Mana bu urug'lanmagan. Mana ko'ryapsiz. Mana hozir qonnini yotqizib qo'yib ko'raman mana. Mana. U urug'lanmagan bu. Mana oppoq turibdi. Mana bu urug'langan, mana kalsiy ajrab turibdi o'sha mana. Ko'ryapsiz, bu ham urug'langan. Mana bu ham urug'lanmagan mana. Endi 20-chida qo'yilganlarni tekshiramiz. Ko'ryapsiz-mi? 20-chidaglar urug'langan, yo'q svetdi mana. Sovutishda mana bu mingtalik inkubatorimizdan olib sovutyapmiz. Mana bunday bochkalar qo'yib qo'yilgan. Azizlar, qisqachagina mana shu o'zimizdagi chiqarilayotgan tajriba bilan baham ko'rdim deb o'ylayman sizlar bilan. Yana o'sha universal inkubatorimizga qaytamiz. Inkubatorlarimiz har qanday savol-javoblar bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali yozishingizni iltimos qilaman. Albatta javob beramiz. Qiziqtirgan savol, fikr va mulohazalar bo'lsa, fikrlar va mulohazalar bo'lsa, YouTube'da yozishingiz ham mumkin, Telegramda ham yozishingiz mumkin. YouTube'da faqat savol-javoblar uchun emas, YouTube faqat fikr va mulohazalar uchun xolos. Savol-javoblar bo'lsa, qiziqtirgan narsalar bo'lsa, marhamat Telegramdan yozing. Hammaga javob beryapmiz aziz birodarlar. Mana shu inkubatorimiz Samarqandga jo'nab ketadi inshaalloh ertaga, Xudo xolasa. O'z egalariga, Qo'yiddin akamizga. Bu tuyoq qushti tuxumlarini ochirish apparatimizda mana shunday vытяжка ham qo'yilgan, ventilyatsiyasi bor. Ichidagi ugar nimani, havoni chiqarib ham turadi. Maxsus shu tuyoq qush tuxumlari katta bo'lganligi uchun o'zidan katta, ko'proq nima chiqaradi? Ugar chiqaradi. Shuning uchun o'sha karbonat deymiz, inkubatsiya jarayonida o'sha toza kisloroddan nafas olishni boshlaydi tuxumlar. Hamma tuxum har qanday. Mana shu tuxumlar ham 5 kundan keyin nafas olishni boshlaydi. Bularga toza kislorod bo'ladi. Shuning uchun bular toza kislorod bilan doimiy ravishda ta'minlanib turishi kerak inkubatorda. Mana shuning uchun shunday dimoxodlar qo'yilgan mana. Mana bunday doimiy ochiq teshiklar qo'yilgan. Bu apparatimizda esa mana shunday dumaloq moshniy ventilyator vытяжка qo'yilgan. Mana shu knopka bosib qo'yiladi. Har 2 soatda o'zi 30-35 sekund davomida ichidagi o'sha yig'ilib qolgan gazni chiqarib turadi ugarni. Aziz birodarlar, shuning bilan qisqacha rolikni tamom qilaman. Xayr, sog' bo'ling.